yuqori kuchlanishli hamda past kuchlanishli elektr havo uzatish liniyalarining muhofaza zonasi. 0,4 kV ya'ni 400 volt, 220 volt elektr havo uzatish liniyasining muhofaza zonasi 2 metr hisoblanadi. 6 kV, 10 kV hamda 20 kVlik elektr havo uzatish liniyasining muhofaza zonasi 10 metr hisoblanadi. 35 kV elektr havo uzatish liniyasining muhofaza zonasi 15 metr hisoblanadi. Bularning barchasi mana bu izolyatorning to'g'risidan boshlab o'lchanadi. 110 kVlik elektr havo uzatish liniyasining muhofaza zonasi 20 metr hisoblanadi. 220 kVlik elektr havo uzatish liniyasining muhofaza zonasi 25 metr hamda 500 kVlik elektr havo uzatish liniyasining muhofaza zonasi 30 metr hisoblanadi. Ba'zi odamlarning hovlisidan yoki tomorqasidan 35 kVlik hamda 110 kVlik elektr havo uzatish liniyasi o'tib ketgan. Bunday holatlar mavjud. Hamda ular o'zlari bilmagan, tushunmagan holatda muhofaza zonasidan ichkariga kirgan holatda har xil qurilish obyektlarini olib borgan. Bunday qurilish obyektlarini olib borish mutlaqo taqiqlanadi. Bunday holatlar, bunday qurilish obyektlari kelajakda hozir buzilmagan bo'lsa ham, kelajakda baribir buzilish ehtimoli mavjud. Bunday yuqori kuchlanishli elektr havo uzatish liniyasining muhofaza zonasidan tashqarida qurilish obyektlarini olib borish mumkin.